u jadidlarni oldida bizga o'xshaganlar yoki hozirgi jadid deb atalayotganlar 10dan biri ham yo'q u odamlar. Mana shu jadidlarimiz meni Sardor hayratga soladida. Qanday qilib bunday katta titan daholar o'sha jamiyatdan qanday qilib yetishib chiqqanligi men hozirgacha hayratlanaman. Hozir o'zini jadid deb ba'zi birovlar o'zini jadid deb aytayotgan yoki kimlardir ularni jadidga o'xshatayotgan odamlarni men xafa qilmoqchi emasman, lekin Sardor to'g'risini tanib aytaman, u jadidlarni oldida bizga o'xshaganlar yoki hozirgi jadid deb atalayotganlar 10dan biri ham yo'q u odamlarni. U odamlarni darajasini 10dan biri ham yo'q hozirgi jadid deb atalayotgan odamlar. Ular 5-6 taraf tilni bilgan. Ular shayxul islom bo'lgan ko'pzalari. Ular diniy ilmi ham juda qudratli bo'lgan. Dunyoviy ilmlari juda qudratli bo'lgan. Ularning dunyo qarashi kerak bo'lsa hozirgi odamlardan ham oldinroqni ko'ra olgan. Shuning uchun ular bilan biz hozir o'zimizni tenglashtirishimiz mutlaqo noto'g'ri. Hozir ham bor albatta, hozir ham qudratli, kuchli odamlarimiz bor. Lekin u jadidlarni afsuski biz yo'qotdik. O'sha paytda bolsheviklar ularni bekorga qatag'on qilishmadi. Chunki ularda katta g'oyalar bor edi va ular ming afsuski bolsheviklarni fitnalarini ular yaxshi tushunardilar. Juda ham yaxshi tushunardilar. Majbur edi ular mana shu nimaga o'ynashga. O'sha bolsheviklarni boyagi fitnalariga ular majbur bo'ldi va bolsheviklar xuddi shaxmat doskasiday ular nima deydi, aytadi-ku, perigral deydi-ku. Bolsheviklarni ular hatto shaxmat doskasiday qilib siyosatda ham ba'zi jihatlarda yutib chiqdi shular, shu odam.